Ginekolog ko'rigiga oddiygina shikoyat bilan keldingiz. Sizga bo'lsa eroziya tashxisini qo'yishdimi? Vahimaga tushmang, men sizga buni oddiy tilda tushuntiraman. Eroziya bu bachadon bo'ynida yara, balandroq ko'taring. Eroziyani davolash prinsipi ham xuddi yaradaka. Yarani vaqtida davolasangiz bitib ketadi, davolamasangiz yomonlashib ketadi. ChatGPT yoki Instagramdan davolanaman deb o'ylamang. Birinchi bo'lib ginekologga borib, ko'rikdan o'tishingiz kerak. Birinchi bo'lib kelganingizda men kresloda sizni ko'rib, eroziya darajasini aniqlayman. Maxsus tekshiruvlardan keyin qanaqa davo qilinishini aytib o'taman. Eroziyani darajasiga qarab davolash kerak. Bo'lar-bo'lmas shamchalarni tiqib, uni battar yomonlashishiga olib kelishingiz mumkin. Menga ko'p SMS keladi, eroziyamni kuydirib bering, nima qilsam bo'ladi deb. Birinchi kuzatiladi, davolanadi, kerak bo'lsa kuydiriladi. Eroziya bor deb srazu kuydirish kerak emas.